Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun biz Kompasdagi koreyskiy magazinga keldik. Xuddi har xil kremlar, даже qozonlari ham, guruch pishiradiganlar qozonlar bor ekan mana bular. Shundan so'rayman dedim narxlari. Qozonlari bor ekan. Har xil kremlar, shampunlar, mana bor ekan, zublash pastalar, sovunlar, kraskalar bor ekan. Biz bu yoqqa anaqa olgan keldik. Yo'q. Ovqatga soladigan dengiz o'tidan olgani keldik. Mana bu yerda shirinliklari, kofelar bor ekan. Konfetlar, marmeladlar. Xullas kesanglar maza qilasizlar. Zo'r narsalar bor hammasi. Mana bu yerda soyalar bor. Ham bu naqali uksusmidi? Olmali uksus. Mana bu changrim, kunjut yog'i. Mana bular ovqatga soladigan pripravkalar. Kiyimlar. Ovqatga soladigan pripravka, qo'ziqorinlari. Mana biza myogurt olyapmiz. Bundan xudo xolasa sizlar bilan birgalikda myogurt sho'rva qilamiz. Mana jenshinlari ham bor ekan. Bu juda ham shamollaganda foydali, rosa ham zo'r. O'zimiz bunaqa qilib ichamiz. Ramyonlari bor ekan. Keyin mana xolodilnikda bunaqa balzamli jenshini ham bor ekan, rosa zo'r bu ham. Buni ham ovqatga soladigan anaqa bo'lishi kerak. Baliq bilan anaqa bo'lishi kerak bu. Imbir anaqa maydalangan, manimcha yoki ayob anaqa 8 oyoqni anaqasi quritilgan